89 mingga Bektemir tumani shunday Qo'yli bozoriga yaqin joyda mana shu uchastkamizdan sotib olsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga tez obzor qilib beraman. Mana shu Fayzli xonadonimiz 5 ta xonadan iborat bo'ladi. 3 sotuvga tushgan bu uchastkamiz. Remontlari tan olaman, yangi emas, lekin yaxshi holatda ekan. Xo'p, bu yerda bitta umumiy sanuzel bo'ladi. Bu yerda mana bitta spanni bor ekan, o'zini sanuzellari bilan. Remontlari ham yaxshi holatda. Ammo xonaga ulang. Suv, svet, gazdan muammo yo'q. Kanalizatsiya o'ra qilingan ekan. Xonalarning remontlari mana yangi holatda ekan. Bu zal qismi bo'ladi. Xo'p, mana to'g'rida mana oshxonasi, yana ikkita xonasi bor yo'q tarafda. Orqa hovli qilingan. Bu yerda tapchani zonasi, podvoli ham bor ekan. Bu yerda ham yana bitta xonasi bor. Hop, kommunikatsiyalarni tushuntiradigan bo'lsam, shuna Qo'yli bozoriga yaqin joyda joylashgan. Kola zavodini bilsangiz kerak, shu kola zavodiga ham yaqin. Vaqtinglarni olib, videoni cho'zib o'tirmayman. Mana bu yoq tarafda oshxona, yana ikkita xonasi bor. Podvoli, aniq lokatsiyasi, rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Mana podvol qismi, xohlasanglar xona qilsanglar ham bo'ladi. Lekin mana ancha katta joy qoldirilgan ekan orqa hovliga. Bemalol bu yerga tapchani zona bilan yozgi kuxnya ham tushar ekan. 89 mingga menimcha arziydi. Arziydimi yo'qmi? Sizlarning fikringiz qanaqa?